Hozir. Keling. Holatingizni tushunaman. O'rningizda men ham shunday qilgan bo'lardim. Men nochorlikdan gunohga botishga ham tayyor edim. Eringiz meni yomon yo'ldan qaytardi. Xudo suygan ayol ekansiz. Haqdan qo'rqqan, iymoniga tayangan erkaklar hozir kamayib ketdi. Eringizdan qachon ajragansiz? 3 yil bo'ldi. Avtohalokatda vafot etgan. Yaxshiki erimdan yodgor shu farzandlarim bor. Bo'lmasa allaqachon yashashdan umidimni uzgan bo'lardim. Dadasi, Ha, nima deysan? kecha aytish yodimdan ko'tarilgandi. Bir yigit kelib mana buni berib ketdi. Nima ekan bu? Shinalarga buyurtma bergandingiz-ku. Menimcha buyurtmangiz kelibdi shekilli. Ha. Ha, bo'pti. O'zim uchrayman. Sen kiraver. Xo'p. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Rahmat, yaxshimisiz? Rahmat. Uyimga shinalaringizni olib keting deb shu do'kondan xat borgan ekan. Menimcha mijozni manzilini adashtirib yozishgan shekilli. Yo'q. Bu xatni men o'zim olib borganman. To'g'ri bu. Hozir ustamni chaqiraman. Usta? Mana usta. Shu odam. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Birodar, xush kelibsiz. Xushvaqt bo'ling. 3 kundan buyon sizni kutaman. Men tushunmayapman. Nega meni kutasiz? Manzilimni qayerdan oldingiz? Shoshiltirmang, birodar. Sal o'zimga kelib olay. Hozir hammasini tushuntirib beraman. Allohimga shukrki, sizni do'konimizga keltirdi. Sizga mashinangiz uchun shinalar kerak, to'g'rimi? To'g'ri. Lekin men buni sizni do'koningizga buyurtma bermaganman. To'g'ri. Siz buyurtma qilmagansiz. Ammo lekin 3 kun avval mening tushimga payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam kirib, falon joyda falon ummatimga shinalar zarur. Shu insonni topib, uloviga shinalar o'rnatib bergin. Haqqini olma, haqqini mendan olasan degandilar. Shundan buyon o'sha manzilga xatni yuborib, 3 kundan beri kutyapman. O'sha odam siz ekansizda. Abdumalik, Labbay usta. tez shinalarni almashtir. Xo'p usta. Lekin men baribir tushunmayapman. Axir qanday qilib? Siz ajablanmang. Birodar, Alloh taolo egamga yoqqan qandaydir xayrli ishingiz borki, Alloh taolo egam sizni mukofotlabdi. Siz shu mukofotlarni rozi bo'lib qabul qiling. To'g'ri-ku, lekin bularni sizga haq to'lamasdan olishim joiz emas menimcha.
Birodar, siz meni xijolat qilmang. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam menga qilgan ulug' in'omidan meni bebahra qoldirmang. Usta, Alloh sizdan rozi bo'lsin. Alloh hammamizdan rozi bo'lsin. Birodar, Mayli usta. Rahmat katta, sog' bo'ling. arzingdi. Alloh xayrli ishlaringizda Rahmat. hamisha madadkor bo'lsin. Sog' bo'ling. Rahmat. Xursandchilikda ko'rishaylik.